Assalomu alaykum, o'zimaki uka opa singillarim, sizlarga Qirg'iziston O'sh shahridan do'stlar, juda ham zo'r lokatsiyadan Kaleni kolxoz yo'ldi bo'yi xohlasanglar pad biznes qilsanglar bo'ladi. Uyimizni yarmini 3 sotigini sotadigan bo'lib qoldik do'stlar. Quruq yer deb hisoblasa ham bo'ladi. Hozir ichkarilarni yengil obzor qilamiz do'stlar. Ko'chamizning nomi do'stlar Solijon Sharipov 43 raqamli 3 sotiklik xonadonimiz. Ketdik ko'ramiz. Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda Yulduz xonim jon quloqdan tinglasaydi man gapirganda Yulduz xonim Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda jon quloqdan tinglasaydi man gapirganda Azizlarim, ravotdan kelganimizda o'ng tomonimizda tandirxona, hammom do'stlar, qo'yxonalar. To'lka bu uyimizni yarmini sotamiz ekan do'stlar. Sizlarga hozir granitsamizni ko'rsatamiz do'stlar. Mana liniyadan, mana shu liniyani berib qo'ying, mana shu yergacha 3 sotik bu yog'ini sotamiz do'stlar. Azizlarim, bu 3 sotik kichkina emasmi demanglar do'stlar. Maylarda katta qo'yxonalar bor ekan. Buzib xohlasanglar uy qilib olinglar, xohlasanglar pad biznes magazin qilib olinglar do'stlar. Yo'ldi bo'yi Solijon Sharipov 43 raqamli. Azizlarim, bu uyni yarmi sizlarga juda ko'p narsalar qolyapti. Qo'yxonasi, tandir, hammomlari do'stlar. Mana tandirni qaranglar, maza qilib issiq non somsalar yeydigan. Azizlarim, granitsamiz mana shu devorni chekasi ekan, bu yog'i bu chekasi devorni ko'ringlar, uni trementin qilingan. Do'stlar, ashunda hisobda 3 sotik bo'lyapti do'stlar. Mashag'ini sotamiz, bu yog'ini sotmaydigan bo'lyapmiz do'stlar. Yo'lni bo'yi pad biznes xohlasanglar 2 qavatli qilib ko'tarib olib, bir magazin, bir narsa skalad qilsanglar ham bo'laveradi do'stlar. Sizlarning bu 3 sotigimizda uy yo'q do'stlar. Mana bunaqa hammom, hojatxona, tandirxona, qo'yxona shunaqalardan iborat ekan do'stlar. Mana berib qo'ying mana. Azizlarim, hamma kommunikatsiya bor. Gaz, suv, svet, dokumentatsiya sразу o'tkazib beramiz deyapti. Mana uni qaranglar do'stlar, naporlari zo'r juda ham. Suvlari bor. Enaki eng qizig'ini aytay do'stlar sizlarga, mana ariq yo'q, bizga kerak emas deydigan bo'lsanglar do'stlar, akamiz aytdi, o'zim tomonga ham olib o'taraman dedi. Bu yerdan suv o'tib turadi ekan. Suv yaxshi-da do'stlar, bilasizlar-ku. Azizlarim, Qirg'iziston O'sh shahri, yana qaytarib aytyapman. Kaleni kolxoz do'stlar. Yo'ldi bo'yi xohlasanglar pad biznes qilinglar do'stlar. Bu 6 sotikli uyimizni yarmini sotyapmiz, 3 sotik do'stlar. Hozir ko'rib chiqdinglar polni do'stlar. Mana yo'ldi bo'yi do'stlar. Xohlasanglar 2 qavat qilib olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar magazin, nima qilib ishlatsanglar ishlata olasizlar do'stlar. $100,000 deyapti, ozgina kami bor deyapti do'stlar. Shoshilinglar, kelib ko'ringlar do'stlar. Murojaat uchun raqamlarni yozamiz 0551 bilan 008383 do'stlar. Qaytaraman 0551 bilan 008383 do'stlar.